Assalomu alaykum. Bugun siz bilan aynan 15-sanada 8-oy va 1987-yilda tug'ilgan ayol haqida gaplashdik. Podpiska tugmasini bosing va albatta oldingi shortlarni ham tomosha qilishga harakat qiling. Raqamlarda juda ham aniqlik bo'ladi. Shuning uchun siz bu raqamlar orqali ko'pgina savollaringizga aniq javob ola olasiz. O'z sanalaringizni qoldiring yoki albatta Telegramga kirib lично men bilan shaxsan ishlashingiz mumkin. Podpiska tugmasini bossangiz, meni siz yo'qotib qo'ymaysiz. Endi qarang. 6 energetikasi haqida gaplashamiz, ya'ni markaz. Inson hozir va shu yerda turishi kerak. Va hozir va shu yerda turgin deydi-ku, lekin sizda aynan shaxsan siz qanday holatda mana shu markazda tura olasiz? Bu sizni sanalaringizni qo'shib chiqqanda markazingiz hozir va shu yerda qanday holatda siz o'zingizni haqiqiy markazda his qilasiz. Bu juda ham muhim joy. Bu 6 bu qanday energetika? Muhabbat, tanlov va munosabat. Bu inson chin dilidan tanlov qilishi kerak. Chin dilidan munosabat qilish kerak. Pulga ham, bu yer pul kanali, Alloh bilan ham o'z talantlarini bergan Alloh sifatlarini ona liniya, ota liniya o'zini shaxsiy liniyasi, ajdod, tomiri, karmalari deylik. Bu esa aynan sizda tirgaklaringiz sog'lik, salomatlik, bu esa sizda pul va munosabat. Endi qarangki, siz qanday holatda hammasi bilan munosabat qilishingiz kerak ekan. Hammasini chin dildan muhabbat bilan tanlov qilasiz. Boshqachasi sizda ishlamaydi. Siz shu holatdagina hammasiga yurish qila olasiz. Bu hayot bir shaxmat doskasi bo'ladigan bo'lsa, siz aynan mana shu shaxmat doskasida ferzim deydigan bo'lsa, markazdagi bu siz. Mana shunday inson bo'lganingizda, mana shunday ish topganingizda sizni pullaringiz keladi. Mana shunday munosabat qilsangiz, eringiz bilan, turmush o'rtoq, dadangiz bilan, o'zingiz bilan, talantlaringiz bilan, qobiliyatlaringiz bilan, onangiz bilan, liniya, ana ajdodi bilan yoki masalan pul munosabatlari bu yerda, karmik munosabatlar bu yerda. Hammasi mana bu karma aynan ajdod tomiringiz bilan, bu esa sog'liq salomat, hammasini chin dildan mehr muhabbat bilan tanlov qilish sizda hamma joyda plyusga aylantiradi. Bu kodlarni to'la to'kis bilmoqchi bo'lsangiz, albatta